Dunyoda baxt bormi? Yo'q, dunyoda baxt yo'q. Takrorlayman, bu dunyoda hech kim uchun, na musulmonlar uchun, na g'ayridinlar uchun, hech kim uchun tugal baxt mavjud emas. Endi azobchi, baxtning teskarisi azob, musibat, muammochi bormi dunyoda? Dunyoda azob bormi? Unda shuncha odam nimaga azoblanib qiynalib qilyapti? Nega shuncha odam o'lyapti? Nega urushlar bo'lib odamlar o'lib ketyapti? Qiziq narsada, men mana shu narsalarni o'zim o'qib, ustozlar bilan tahlil qilayotganda, o'sha miyamdagi bo'layotgan jarayon o'zimni 2-3 oylab qiynadi. Bu dunyoda baxt bo'lmasa, baxtsizlik bo'lmasa, unda nima bu dunyoda? Bu dunyodagi barcha narsalar muqaddimalar. Kitobning muqaddimasi. Tamam. Kirish qismi bu dunyoda. Azob, kirish qismi. Baxt kirish qismi. Va bularning hammasi o'tkinchi. Bir inson umrim davomida baxtda yashadim desa yolg'onchi odam. Qayerdadir siqilgan, qayerdadir muammo kelgan, qayerdadir musibat kelgan, ota-onasi o'lib qolganda siqilgandir. Misol, bemor bo'lib qolgandir, kasal bo'lgandir. Tamomila tug'ilganimdan o'lgunimcha baxtli yashayapman degan odam yolg'onchi bo'ladi.